Chevrolet mashinamizni oldi bamferiga полный грунтовка kesib qo'yganmiz. Bamfer holati juda ham og'ir bo'lib qolgan ekan, o'shaning uchun полный грунтовка kesib, xudo xohlasa chaqqa chuqalarni hammasini yo'qotib, idealniy qilib chiroyli kraskani sepib beramiz. Chevrolet mashinamizdan bamferni kraska sepishga tayyor qilib qo'yganmiz. Обжировка qilib qo'yganmiz, ko'rayotgan bo'lsangiz, yog' silikondan olishiga. Xudo xohlasa обжировкamiz qurigandan keyin kraska sepishni boshlaymiz. Mana xudo xohlasa bamferimizga idealniy kraskani sepib qo'yganmiz.